Assalomu alaykum hurmatli talaba ilmlar. Bugungi darsimizda energiya almashinuvining bosqichlari degan mavzu bilan boshlaymiz. Demak, energiya almashinuvining bosqichlari degan mavzuyimiz nima haqida? Uni boshladik. Xo'sh, masala ishlashlarimiz uchun bizga asosan kerak bo'ladigan narsalarga energiya almashinuvining bosqichlarida hosil bo'ladigan moddalar, reaksiyalar va energiyaning miqdori va qancha ajraladi shu narsalar kerak. Bunda qisqacharoq tushuntirib beradigan bo'lsam, biz iste'mol qiladigan ozuqamiz bir necha bosqichda bosqichma-bosqich jarayonlarda hujayraning turli qismlarida sekin-sekin parchalanadi va ulardan ma'lum miqdorda energiya hosil bo'ladi. Demak, shunday ekan, o'shani birinchi ko'rib chiqamiz. Ya'ni bugungi mavzuyimiz energiya almashinuvining bosqichlari. Degan mavzu. Demak, energiya almashinuvining bosqichlarini biz 3 ta bosqichga bo'lamiz. Bular qaysi bosqichlar? Bularning ichida eng birinchisi bu tayyorgarlik bosqichi hisoblanadi. Ya'ni tayyorgarlik. Tayyorgarlik bosqichi bo'lyapti. Tayyorgarlik bosqichi bizni iste'mol qilgan ozuqamizni hazm organlarida fermentlar yordamida parchalanishi. Bu yerda hosil bo'layotgan barcha energiya issiqlik sifatida tarqalib ketadi. Demak, bizlar uchun bu yerda nima muhim? Birinchi o'rinda uning qayerda sodir bo'lishi. Ya'ni tayyorgarlik bosqichi ovqat hazm bo'lish organlarida sodir bo'ladi. Demak, birinchisi, demak, ovqat hazm bo'lish organlarida. Qayerda sodir bo'ladi desak, ovqat hazm bo'lish organlarida sodir bo'ladi. Ikkinchisi esa ikkinchi muhim ma'lumotimiz amilaza fermenti. Amilaza fermenti ishtirok etadi. Demak, bu bosqichda amilaza fermentining faolligi kuzatiladi. Ya'ni amilaza fermenti, ya'ni og'iz bo'shlig'ida yoki hazm qilish organlarida amilaza fermenti modda uglevodlarni parchalaydi. Va endi uchinchi muhim ma'lumot hosil bo'lgan barcha energiya hosil bo'lgan barcha energiya issiqlik sifatida tarqalib ketadi bu yerda. Issiqlik sifatida mana shu muhim joyi mana shu. Demak, tayyorgarlik bosqichimizda 3 ta muhim ma'lumot bor ekan. Birinchisi ovqat hazm qilish organlarida sodir bo'lishi, ikkinchisi amilaza fermenti ishtirok etishi va uchinchisi hazm hosil bo'lgan energiyaning barchasi issiqlik sifatida tarqalib ketadi. Demak, bu yerda ATF hosil bo'lmaydi. Ya'ni bunisini yozmayman, demak ATF hosil bo'lmaydi. Mana shu muhim ma'lumotni eslab qolishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi bosqichimiz esa bizda glikoliz deb ataladi. Glikoliz degani bu o'zi achish jarayoni deb aytiladi. Yoki bo'lmasa biz uni yana anaerob bosqich ham deymiz. Anaerob. Endi anaerob so'zining ma'nosini bilamiz, ya'ni kislorodsiz
Kislorodsiz parchalanish. Kislorodsiz parchalanish deyiladi. Demak, glikoliz yoki anaerob yoki bo'lmasa kislorodsiz parchalanish deb aytamiz va bu bosqichda ham ma'lum bir jarayonlar, ma'lum bir reaksiyalar sodir bo'ladi. Bularning birinchisi glikoliz bosqichi qayerda sodir bo'ladi? Shu bilan tanishing. Demak, glikoliz bosqichi hujayraning sitoplazmasida bo'ladi. Hujayra sitoplazmasida. Sitoplazmasida sodir bo'ladi. Agar e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, demak, tayyorgarlik bosqichida ovqat hazm qilish organlari, ya'ni iste'mol qilingan ozuqamiz fermentlar ta'sirida ovqat hazm qilish organlarida parchalanyapti va u qonga so'rilib, butun tana bo'ylab tarqaladi va hujayralarga kiradida, hujayralarning birinchi sitoplazmasida parchalanish sodir bo'ladi. Chunki bu yerda kislorod bo'lmaydi, o'sha joyda chala parchalanish yoki bo'lmasa to'liqsiz parchalanish sodir bo'ladi. Ya'ni oxirigacha bormasdan qisman parchalanadi. Demak, sitoplazmada glikoliz bosqichi degan. Ana shu. Endi ikkinchi muhim ma'lumotimiz, bu yerda katta energiya hosil bo'lmaydi, lekin har holda energiya hosil bo'ladi. Qancha energiya hosil bo'ladi desak, bu bosqichda 200 kilojoule energiya hosil bo'ladi. 200 kilojoule energiya hosil bo'ladi. Yaxshi hosil bo'layotgan bo'lsa, demak u qanday bo'ladi? Qanday qismlarga bo'linadi? Bizda bu 200 kilojoule energiyani ikki xil maqsadda foydalanadi. Birinchisi 40%, ya'ni 80 kilojoule ATFda to'planadi. ATF to'planadi va bizda 60%, ya'ni 120 kilojoule issiqlik sifatida tarqalib ketadi. Ya'ni issiqlik sifatida tarqaladi. Demak, issiqlik sifatida tarqalib ketadi. Demak, bizda 200 kilojoule energiya hosil bo'ladi va undan 40% ATFda to'planadi, 60% esa tana haroratini ta'minlash issiqlik sifatida tarqalib ketadi. Demak, shunisi bo'ladi. Endi bu jarayonda qaysi modda parchalanib, qancha energiya hosil bo'ladi? Endi bizlar ko'proq o'rganayotgan narsamiz, masalalarda o'tayotgan ham bu glyukoza hisoblanadi. Bu bosqichda 1 molekula glyukoza parchalanadi. Ya'ni mana bu yerdan yozamiz. Demak, C6H12O6 parchalanadi. Endi to'liqroq yozishga harakat qilaman. Bu yerda 2 molekula ADF bu bizga kerak bo'ladi va 2 molekula H3PO4, ya'ni fosfat kislota ishtirok etadi va bu joyda endi sodir bo'ladi 2 molekula C3H6O3 hosil bo'ladi, ya'ni sut kislota hosil bo'ladi. Plus keyin 2 molekula ADF va fosfat kislota qo'shilishidan 2 molekula ATF sintezlanadi va keyin bu yerda kislorod va suvning miqdori, ya'ni vodorодlar birgalikda ishtirok etadi va bizga 2 molekula suv hosil bo'ladi. Endi bizlar uchun bu joyda nimalar muhim? Birinchisi 1 molekula glyukoza hosil bo'lishi va 2 molekula sut kislotaning paydo bo'lishi, 2 molekula ATF va 2 molekula suv. Mana shu qiymatlarni yodlab olsak, bizlar masala ishlayotgan paytimizda qiynalmaymiz deb o'ylayman. Chunki bu juda ham muhim bo'lgan ma'lumotlar. Ana endi keyingi qismga o'taman. Demak, uchinchi qismi, eng qiyinroq bo'lgan qismi, demak, uchinchi bosqich. Bu uchinchi bosqichimizda biz aytamizki, kislorodli parchalanish deymiz. Kislorodli parchalanish.
Endi kislorodli parchalanish bo'lgandan keyin bu nima deyiladi desak, aerob parchalanish deyiladi. Aerob parchalanish. Aerob parchalanish. Demak, kislorodli parchalanish yoki aerob parchalanish deyiladi. Ba'zan esa bu to'liq parchalanish deb aytiladi. Endi 3-bosqichda ko'proq energiya hosil bo'ladi va u yerda muhim bo'lgan moddalardan biri kislorod sarflanadi. Endi yana ham tushuntiradigan bo'lsam, biz iste'mol qiladigan kislorod moddasi shu kislorodli parchalanishda sarflanadi. Demak, kislorodli parchalanish qayerda sodir bo'ladi degan savol bersak, u hujayraning mitoxondriyasida sodir bo'ladi. Ya'ni bu bosqich mitoxondriyada sodir bo'ladi. Mitoxondriya. Mitoxondriyada sodir bo'ladi. Endi bo'yaki ma'lumotlar, oldingi ma'lumotlarni solishtiradigan bo'lsak, demak, birinchi bosqichimiz ovqat hazm qilish organlarida sodir bo'ladi, ikkinchi bosqichimiz sitoplazmada sodir bo'ladi, uchinchi bosqichimiz esa mitoxondriyada sodir bo'lar ekan. Endi bu bosqichda ham energiya hosil bo'ladi va birinchi yoki ikkinchi bosqichga nisbatan yuqori miqdordagi energiya hosil bo'ladi. Bu bosqichimizda hosil bo'ladigan energiya 2600 kilojoule energiya hosil bo'ladi. 2600 kilojoule energiya hosil bo'ladi. Demak, 2600 kilojoule energiya qanday bo'lyapti, qayerda bo'lyapti, qanday taqsimlanadi, shu bilan tanishamiz. Demak, bizda hosil bo'layotgan 2600 kilojoule energiyani ikkita qismga bo'linadi bunda ham. Ya'ni bir qismi ATF uchun sarflanadi. ATF hosil bo'ladi. Bunda qancha bo'ladi desak, 1440 kilojoule bo'ladi. Ikkinchisida esa issiqlik sifatida tarqaladi. Ya'ni issiqlik sifatida tarqaladi. Qanchasi tarqaladi? 1160 kilojoule energiya tarqalib ketadi. Demak, biz shundan xulosa chiqarishimiz mumkin. Demak, endi bu bosqichda nima jarayon va qanday reaksiyalar sodir bo'ladi desak, bizda hosil bo'layotgan mana bu joydagi 2 molekula sut kislotamiz mitoxondriyaga kiradi va bu joyda 2 molekula sut kislotamiz parchalanishga kiradi. Ya'ni bu uchun bizga kislorod yordamida yoqiladi, ya'ni parchalanadi. Bu joyda endi bizda ko'p miqdorda ATF hosil bo'lishi uchun bizda ko'p miqdorda ADF sarflanadi, ya'ni 36 molekula ADF, keyin plus 36 molekula fosfat kislota H3PO4 sarflanadi va reaksiyamizning keyingi qismida, demak, sut kislota endi oxirigacha, to'liq oxirigacha parchalansa, nima hosil bo'ladi? Karbonat angidrid hosil bo'ladi 6 molekula, keyin esa plus 36 ta ATF sintezlanadi, chunki 36 ta ADF va fosfat kislota birlashishida, keyin esa ADF dan keyin bizda suv hosil bo'ladi. Jami qancha desak, 42 molekula suv hosil bo'ladi. Mana shu jarayon bilan 3-bosqichimiz ham tugaydi. Endi biz barchasini umumiy qilib xulosa qiladigan bo'lsak, nima bo'ladi? Demak, energiya almashinuv jarayonida 1 molekula glyukozadan C6H12O6 to'liq 3 ta bosqichda parchalanadigan bo'lsa, nima hosil bo'ladi? 6 molekula karbonat angidrid plus 44 molekula suv, chunki ikkinchi bosqichimizda, ya'ni tayyorgar glikoliz bosqichimizda 2 molekula suv,
Bu yoqda esa 42 molekula suv hosil bo'lyapti. Hammasini qo'shadigan bo'lsak 44 molekula suv hosil bo'ladi. Undan keyin esa ATFimiz bu yoqda 36 ta ATF hosil bo'lyapti. Bu yoqda esa 2 molekula ATF hosil bo'lyapti. Jami shu yerda nechta? 38 ta ATF molekulasi hosil bo'lar ekan. Ya'ni 38 ta ATF. Mana shu reaksiya bizga juda ham muhim. Chunki energiya almashinuvlarining ko'pida mana shu qiymatlarni so'rashadi. Umumiy formulani bilib olsak ham biz anchagina masalani yechishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bizda 1 molekula glyukozadan 6 molekula karbonat angidrid, 44 ta suv va 38 ta ATF sarflanadi. Mana misol uchun deylik, reaksiyalar beradida bir ma'lum bir miqdordagi glyukozaning bir qismi chala, bir qismi to'liq parchalanadi deydi. Chala parchalanish degani birinchi va ikkinchi bosqich ketgan, to'liq parchalanish esa birinchi, ikkinchi, uchinchi bosqich ketgan bo'ladi. Endi uni ikki noma'lum tenglamalarga qo'yadigan bo'lsak, birinchisidagini chala parchalanishda toki mana bu bosqichgacha, ikki tayyorgarlik bosqichigacha bo'lgan qiymatlar qo'yiladi. 2 molekula ATF, 1 molekula glyukoza deb qo'yilsa, keyingi ikkinchisida tenglamani ikkinchi noma'lum to'lg'onida esa 1 molekula glyukozadan 44 ta suv yoki bo'lmasa 6 ta karbonat angidrid yoki bo'lmasa 38 ta ATF deb qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Endi energiyamiz ham o'ziga yarasha bo'ladi. Ya'ni bizda ikkinchi bosqich, uchinchi bosqichimizda 2600 hosil bo'lgan edi, ikkinchi bosqichimizda esa 200 hosil bo'lgan edi. Ikkalasini qo'shsak bizda jami qancha energiya bo'ladi? 2800 kilojoul energiya bo'ladi. Ana endi shu 2800 kilojoul energiyani biz ikkita qismga bo'lishimiz mumkin. Ya'ni umumiy olganda, demak 2800 kilojoul energiyadan 1520 kilojouli ATF energiyasi sifatida to'planadi. ATFda keyin esa bizda 1280 kilojoul energiya esa umumiy issiqlik sifatida tarqalib ketadi. Issiqlik sifatida tarqaladi. Endi biz sizdan shu narsani iltimos qilamiz. Mana bu reaksiyalarimizdagi qiymatlarni yaxshilab yozib, yodlab oling va energiya almashinuvlarini ham ko'rib chiqqaningiz ma'qul. Endi bundan keyingi darslarimizda shu mavzuga doir bo'lgan masalalarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Bu ma'lumotlarni imkon qadar daftaringizga yozib olsangiz yaxshi bo'lardi. Ko'p foydasi tegadi deb o'ylayman. Agar darsimiz foydali bo'lgan bo'lsa, biz juda xursand bo'lamiz. Bugungi darsimizdagi energiya almashinuv bosqichlari shundan iborat. Bizni kuzatishda davom eting. Endi energiya almashinuvga doir bo'lgan masalalarni noldan boshlaymiz.